Yo'qchilar o'z kanalida yangi zotlarni chiqarishda davom etadi. Ko'rishingiz mumkin. Ukrainskiy Barkovskiy degan zotimiz 120 kundan 160 kungacha birinchi tuxumni qo'yishni boshlaydi, ya'ni tez yetiladigan zot va sert tuxum zot. Vazni 2 kilo, 3 kilo, 3,5 kilogacha bo'ladi va shuni hisobiga doni ham kamaydi. Buni o'zimiz boqib ko'rib, bilib bekomizda faqatgina internetdan olingan ma'lumot emas. Jo'jalarning ota-onasining videosini qo'yib ketamiz, juda ham chiroyli bo'ladi. To'g'rilari ham, qonozlari ham shunaqa chiroyli bo'ladi. Va bu jo'jalarimizdan hop 15 kunligidan 30 ta bor, bundan tashqari yana 60 ta, 70 ta bir haftaliklari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 15 kunliklari 40 mingdan, bir haftaliklarini 35 mingdan beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Barkovskiy jo'jalari deb telefon qilib chiroyli qilib yetkazib beramiz. Buni suv o'tda, chillada qanaqa yetkazasizlar desanglar, mana shunaqa qilib kattaroq korobkaga chiroyli qilib joylab, kechqurun jo'nataveramiz. Ertalab azonga yetib boradi. Hamma viloyatlarga dastavkamiz bor, manzilimiz Toshkentda. Va bundan tashqari bu yoqda 15 dona kelgan qora savdo zotining jo'jalari bor, ko'rishingiz mumkin. 3 kunlik narxini 50 mingdan beramiz. Bahor faslida 60 mingdan sotilayotgan jo'jalarimiz hozir 50 mingdan qilib beramiz. 15 dona kelgan qora savdo zotining jo'jalari urug'lanish chansini pasaygan, shuning uchun soni kamroq chiqyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videoni parrandash hozirga jo'natib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lib esdan chiqarasizlar. Ukrainskiy Barkovskiy zotini jo'jalarni olishga ulgurib qolinglar. Soni juda ko'p emas. Bemalol aloqaga chiqsanglar chiroyli qilib yetkazib beramiz.